Hürmetli vatandaş bugünkü leksiyelerimizle başlayımız. Leksiyerisi de Gazi Rose Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü sağış 2019 yıl 9. ayının 17. günü heptigi Seyşembe. Bir kelime vaziyet doğrusu da hazır Amerika Kongresi de Devlet Meclisi de Şanganlık Huang Jiping Şanganlık Kanada'da turuşluk ya Kanada Pırası hıyın işi katarlıklar. Gohluqdan ötdü, şunda çıraylık ötdü. Lekin ben bir Xitaycha tercümesi ama iştik bop ketdi, anlayamay qaldım. İngiliz tercümesi Huang Jiping'nin iki ağız sözünü anladım. Tibet, Şangan, Şinjan. Enəğindəkin determination degende öz təqdirini öz belirləş degen gepini anladım. Bu hazırki vəziyyət, yani siz biz üçün aytqanda ciddi ve təqəzzalıqqa ega vəziyyət. Başqaları nima bunu bilmeymiz. Lekin Şangan'ın vaziyeti sizge bizge münasebetlik, təqəzzalık ve hırs talep qılır vaziyet. Şu an bugünkü vaziyeti vatandaşlar için şey. Endilikçe mavzunun özü keleyli. Amerika Cungo söhbet vekilleri 20. günü söhbetleşiyor. Amerika taraf Cungo'nun yeni yüzünü aşkarladı. Mavzulu haber 9. ayının 16. günü. Doğu orbiti ilan kılındı haber. Bunda başlandı. Amerika Qo'shma Shtatları Savdogarlar Jamiyatining ijroiya amaldori 9. ayının 16. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo suhbat vakili Leitzer bilan bo'lgan suhbatda munda qashqarildi. Amerika bilan Jungo'ning muavin savdo suhbat vakillari 20. günü uchrashib, Amerika Jungo o'tirisida vaqtli kelishim imzolash mumkinligini muhokama qildi. Leitzer mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerikadan yezi igilek mahsulotları setip elish ve yana boshqa masalalar bo'yicha harakat yuzlanishi paydo bo'ldi. Reuters 9. ayının 16. günü xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Savdogarlar Jamiyatining boshlig'i Don Xever suhbat vakili Leitzerning so'zlaridan naql keltirib mundaq dedi. Yuqori darajliklar suhbati yani bir yerim haftadan keyin boshlanadi. Dönüxev mundaq dedi. Bu qatam suhbat vaqtliq kelishim imzolash mumkinligini muhokama qildi. Dönüxev axborot e'lon qilish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Leitzer shundaq dedi. Jungo taraf Amerikadan mahsulot setib elish va boshqa masalalarda ba'zi ifodalar bo'ldi. Dönüxev mundaq dedi. Suhbatga umid var bo'lmasam, lekin ancha qiziqishim yo'q. Yura bir realistman. Suhbatga umid var bo'lmasammi, lekin ancha qiziqishim yo'q. Bir realistman. Chunki suhbat degan uncha o'ng'ay masala emas. Dönüxev mundaq dedi. Suhbat vakili Leitzer suhbatda doirasi cheklik, vaqtliq kelishim imzolaydiganligi to'g'risida bir nima demadi. Leitzer yana huquqiy kelishim, haqiqiy kelishim imzolashni ilgari so'rayotdi. Shu orqali Amerika suhbat vakili ishxonasi 2 yil burun aqliy mulk huquqi va texnik o'tinib berish masalasini o'tirib qo'ygan edi. Shuni hal qilmoqchi deydi. Prezident Trump 9. ayının 12. günü muxbirlarga mundaq ko'rsatgan edi. Bir vaqtliq kelishim imzolashni o'ylashyapmiz. Maslahatchilar buni muhokama qilyapti, lekin men yanala nihoyatda zo'r kelishim imzolashni umid qilaman. Bu taklif bir vaqtliq kelishim savdo talash tortishini to'xtatishga bo'ladi. Hargizmi butun yer shari iqtisodiga ko'langa tashlagan Amerika Jungo savdo urushini hal qiladigan loyiha emas. Xeyinşe, Şangan insaniyet insan tabiatının oldingi sepida kurash qilyapti. Hozir guvohlikda o'tyapti Davlat Majlisida. Dedi mavzuli xabar 9. ayının 17. günü Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Reuters xabar mundaq boshlandi. Reuters agentligining ziyoratini qabul qilganda xalqaro jamiyatning Shanganga ko'ngil bo'lishini chaqiriq qildi Xeyinshi xonim. Men shuning ishonamanki, Shangan yer sharida inson tabiatining oldingi sepida kurash qilyapti. O'xshash Shanganning g'albisi yoki mag'lubiyati inson tabiatining g'albisi yoki mag'lubiyatidan darak beradi.
Biz yaqında guvohlik berish, yaqında fikr qilamiz. Dal hozir fikr qilyapti. Amerika Davlat Majlisida. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisining bu ishlarda, ya'ni Shangang ishlarida gap qilish huquqi bor. Shangangda o'tkazib berishga qarshi turish namoyishi 3 oy davomlashdi. Bu harakatdan hozir ham jimib qoladigan alomati yo'q.